Agar imkoniyatingiz bo'lganida onangizga nima sovg'a qilgan bo'lardingiz? Agar imkoniyatim bo'lganda men onamga sog'lik va umr sovg'a qilardim. Alisher aka, agar imkoniyatingiz bo'lganida onangizga nima sovg'a qilgan bo'lardingiz? Imkoniyat bo'lganda umr sovg'a qilardim. Yarmimizda umrimizda Nodir opa. mayli shu yoshgacha yashadik. Agar imkoniyat bo'lganda yarmini berib olardik. Yarmini o'zimiz yashagan bo'lardik, to'g'rimi? Menga shunday imkoniyat berilganda edi, onam uchun butun hamma borliqdagi hamma narsani muhayyo qilgan bo'lardim. Agar Allohim menga shunday imkoniyat berganida onamga yana 10-15 yil umr qo'shib berardim. Agar onamga shunaqa imkoniyat bo'lganida haj, umra safarini Allohim nasib qilishini so'rardim. Agar imkoniyatim bo'lganda onamni Ka'batullohga jo'natgan bo'lardim. Я бы подарила бы маме жизнь, половину своей жизни. Nima sovg'a qilgan bo'lardingiz onangizga? O'lyapsiz. Yig'lagan olmang. Onamizga nima sovg'a qilsak ham kam deb o'ylayman. Agar imkoniyatim bo'lganda umra safariga jo'natgan bo'lardim. Agar imkoniyatim bo'lganda onamga hozirgi vaqtda hajga jo'natgan bo'lardim.